Boyaga nech pul bo'ldi? Voy boyaki. Mana shu qaramayman deyapti-yu, xolagancha so'radi ham. Aka nech pul bo'ldi Istanbulga? Voy boy tog'a. 21 million so'm. O'jo'mun qarang. Aka nech pul bo'ldi bu? 40 million. Voy maşallah 40 million so'mga sotildi. Aka bu qancha pul bo'ldi? 16 million so'm. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli Vodiy Buqa kanalining nashaddiy obunachilarimiz. Aka nech pul bo'ldi bu? 20,5. Hurmatli obunachilar, haftaga kunga seshanba 2025-yil 9-dekabr Andijon viloyati Shahrixon Cho'cha Xoldonbek chorva bozorida sizlar uchun yana Novvos qatorida chiroyli sizlar uchun Novvoslarni syomka obzor qilish uchun keldik. Videolarimiz yoqsa bir donadan like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib bugungi bozor narx-navosini e'tiborlarga havola qilamiz. Boyaga nech pul bo'ldi bu? Yo, shepim. 27 million so'm bo'ldi. Aka nech pul bo'ldi bunisi? 59 dan taroziga sotdi. Yo, boyaga nech pul bo'ldi busi? 23,5. Nech pul bo'ldi bu boyaga? 22 million so'm bo'ldi. Novvos voqeadan akalarimizga videolarni jo'natib qo'yaverasizlar. Voy, meni 200 da oldim deychi. Deychi. Hangi bering 200 ga bo'ldi? Hangi? Voy. Asli misin menga? Necha 300? Necha 3? 21 million 300 ming. Ziyon dem gapirmaydi. Foyda ziyon sheri. Bu yonma-yon turadi. Bering. Dehqonam bir mol boqib mazza qilsin, bering Jahongir aka. Buni baqamiz hali. Aka, bizga qo'shib bering deyapti, bo'pti deb qo'shdim aka. Foyda qilyaptimi boy aka? Qilmayaptimi? Qilmasa sotmang, foydasiga soting. Hamma endi foyda qilaydi-da. 23 million pul sanab bergan bo'lsa, misol 3-4 so'm foyda qilaydi-da. Bozorlarni bersin. Endi 3-4 so'm bering. Xo'p, akalar, davom etamiz. Shu yerda novvoslar ko'ramiz. Eko 55 beringlar. Jupiga 55 million kam bor ekan. Shu yerda qolar. Savdo qilishdimi aka? Nech pul? 48 million so'm qilishdi. Gap yo'q. O'g'il bu qolat tiniq chiroyli narsalar ekan. Qochma. Ishqovozga nomer berib qo'yaylikmi aka? 93lik. 93lik. 411 17 35. Qiziqsanglar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bozoringiz bersa manzil qayerda? Qayer? Gap yo'q. Akalar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nech pul bo'ldi bu? 22 million 200. 22 million 200 ming so'mga. Qisirmi? Necha oy? 5,5 oylik deyapti. U malades. Aka nech pul bo'libdi bu? Bo'g'ozlar shekilli bular, bo'g'oz ekan. Aka buqa sotildimi? Sotiladi. Yaxshi narsa ekan jonim. Xudo xolasa tarozini ham so'raymiz, hurmatli obunachilar. Taroziga nech pul sotilyapti? Nech pul olinyapti, barakalar. Turgizib qo'ying aka shuni. Bu tog'a nech pul bu? 25 million kam bor. 25 million kam bor ekan. Nech pul qilishdi tog'a? 22,5 million so'mga chiqdi. Bo'ladi, yaxshi tiniq narsa ekan. Sizni olsam bo'lmaydimi? Vodiy buqalari. Kim chiqarıyor bugün eski verir? Çıkarıyor bugün. Yeme ettik ya sakızları hiç bitmedi mi? Tepasida. Tepasida hemen.
27, 28 so'rab, sekin 30 ham so'raydi-da. 27 ham yaxshi pul, jicha bering deng. Jicha bering. Ama buqalar ideal ekan. Nech pul narx aytyapsiz? 35 dan 70 jupiga. 70 million kam bo'ladi. Savdo qilishdimi? Nech pul? 30-31. 61 million bir joyga savdo qildi. O baland novozlar. Dehqonchilik bular? Qayerda uyingiz? Xo'jobodda, Andijon Xo'jobodda ekan. Xo'jobodlik obunachilarimiz tirsiz bosib, videolar jo'natib qo'yasiz. Nomer ayting aka ish hozir. 94lik. 3 ta 1 92 99 aloqaga chiqib qo'yasizlar. Qiziqsanglar. Bozoringiz bersa bo'ldi endi. Qaysi biri ya? Endi bo'ldi 2 oy. Nech pul? 53 million 600 ming 2 oy. Qora bilan manlarga. Bo'ldi, bor barakasini ham olib. Bo'ldi. Boshqa olib. Biz bo'ldi, bor. Ya, to'g'riga qarang. 53 million 600 mingga baraka mana shu 2 oy mana. Tortib ham qo'yishib 10 kilosini ham aytamiz. Bo'ldi, mana oling. Bo'ldi. Voy! Bering aka ma'qul kelsa. Mana sherigi bo'lsin. Zo'r, bozorlarni bersin. Vodiy buqalari. Vodiy buqalari. Xo'p. Taroziga o'taylikchi, tarozida nima gaplar? Aka resh bilan sotildi bu? Yo'q, turishda 24 million 300 bo'ldi. 24 million 300 ga baraka bo'lib, nech kilo chiqdi? 421 kilo chiqdi. 106 kilo chiqdimi? Taroziga sotdinglarmi yo ko'ryapsizlarmi? Aka 136 mi? Nech puldan berdingiz taroziga? 84 dan 84 ming so'mdan taroziga sotildi. 104 kilo keldi. Bu ya bilan 120 kilo. 120 kishi. Buni nech bir xilda sotish kerak menimcha, bir joyga. 120 kishi. Yap. Nech to'g'lashdi aka? 34. Hozir 34 qilyapti. 34 million so'mga naqiga har doim. Shetdi. Molni kattaligini qaranglar. Hurmatli akalar, hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar, keyingi syomkalarda ko'rishguncha like bosib, kanalimga obuna bo'lishingizni so'rayman. Rahmat hammaga.